Assalomu alaykum. Jaydar Cars YouTube kanalining hurmatli obunachilari, bugun hamma kutgan o'sha Dongfeng 008 2026 Ultra versiyasini obzorini ko'rib chiqamiz. Ya'ni O'zbekistonga birinchi bo'lib biza olib kirgan versiya Ultra paketi bo'ladi. Bu yoq tomonda o'sha eski versiyasi 210 Maxi komplektatsiyasi bo'ladi. Xo'p, bugun bu ikkala avtomobilda farqlarini, undan keyin narx-navosini va sotib olish uslublarini ko'rib chiqamiz. Bu 2026 restyling komplektatsiyasi kirgan, lekin bu ultra komplektatsiyasi hisoblanadi. Hozir farqlarini aytib o'tib ketamiz. Bu komplektatsiyada oldidagi o'sha Dongfengni logotipi yonmaydi, eski komplektatsiyasiga qaraganda. Bu komplektatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, oldidagi Dongfengni logotipi o'sha chirog'i bilan birga yoqqan paytda yonadi. Xo'p, avtomobilda eni, ya'ni parametr jihatlari bir xil bo'ladi. Ya'ni uzunligi 5 metr, eniga bo'ladigan bo'lsa 1.97, bo'yiga 1.73 bo'ladi. Diska balon razmerlari o'zgarmagan, lekin diskasida eng katta o'zgarish bo'lgan. Bunisi o'sha diskali bo'lib chiqqan. Bu eski komplektatsiyasi bo'lsa kalpakli bo'lib chiqadi. Avtomobilda eng katta o'zgarishlardan bittasi, ya'ni buni yon tomonni o'zida bitta, ikkita, uchta kamerasi bo'ladi. Ya'ni chap tomonni o'zi uchun 3 ta kamera. Bu yonidagi kameralar avtomobilda siz yurishingizda, parkovka qilishingizda hamda полоса удержания, ya'ni adaptivniy cruise control yoqqan paytingiz siz bemalol harakatlanishingizga yordam beradi. Bu tomonlarda o'sha eski komplektatsiyasi bor slipoy zonalari, salon ichki interyerlari bu hozir qora rangligi, ya'ni siz xohlagan ranglardan ham mavjud, ya'ni salon oranjeviy va salon oq ranglardan ham kelyapti. Avtomobilda katta o'zgarishlardan bittasi mana shu monitorida o'zgarish bo'lgan. Ya'ni buni o'sha razmerlar o'sha 15.6 dyuymda. Faqat eng katta o'zgarish buni ichidagi chipida, ya'ni Qualcomm chip qo'yilgan. Eski komplektatsiyasiga qaraganda 2 barobar tezroq ishlaydi bu chip. Ya'ni ekranlarni ishlatgan paytingiz ancha plavni ishlab beradi. Ekranlarni ishlatsa hech qanaqa qochishlar yo'q. Eski komplektatsiyasida ham qochish yo'q edi. Faqat bunda eski komplektatsiyasiga qaraganda ancha tezroq ishlaydi. Buni eng asosiy komfort tomoni ikkinchi qator hisoblanadi. Ikkinchi qatordagi komfortlari ikkinchi qatori polniy kapitanskiy bo'ladi. Bu tomonda o'rindiq uchun atamankalari bor. Oldingi komplektatsiyasida mana bu xolodilnigi bar bo'ylab yurardi, lekin bu komplektatsiyasida buni olib tashlashibdi. Bu tomonda podlokonnikda pastsakanliklarimiz ham mavjud. Bu yoqda o'sha o'zini televizorlari, mana salon bo'ylab ham yana kameralari bor. Undan tashqari ikkinchi qatorda turib, mana bu oldidagi passajir o'rindig'ini, sidenasini, ligirovkasini qilib qo'ysa bo'ladi. Ikkinchi qatorda o'tirgan odam bu atamankani ko'targanda bemalol oyoqlarini cho'zib ketish uchun. Avtomobil 3 qator 6 o'rindiqli hisoblanadi. Oldidagi 2 ta o'rindiqda hamda orqadagi 2 ta o'rindiqda isitish hamda sovutish, ya'ni abduf abagrev tizimlari bor. Eski komplektatsiyasida bu yoqda o'zida заводской shtorkasi bo'lardi. Yangi komplektatsiyasi, ya'ni 2026 restyling komplektatsiyasida uni o'rniga o'sha qoraytirilgan, ya'ni kuydirilgan oyna qilib chiqarilgan, ya'ni shtorkadan voz kechilgan. Bu yoqda o'sha o'zingiz ko'rishingiz mumkin, o'sha salon podsvetkalari mavjud. O'zingiz xohlagan rangga buni o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi, nastroyeniyalarga qarab. Hop, yon tomondagi farqlarni aytib o'tib ketamiz. Eski komplektatsiyasida bu yoq tomonda zaryadkaga qo'yganda zaryadka indikatori bor. Bu yangi komplektatsiyasida bo'ladigan bo'lsa, bunaqa indikator yo'q. Mana bu yoq tomondan u indikatordan voz kechilgan, lekin buni eshik ochilishi mana bunaqa knopka shaklga o'tgan. Eski komplektatsiyasida bo'lsa, bu yoq tomonda ruchkasi bo'ladi. Bunda knopka qo'yilgan. Bunda общий hisobda, ya'ni 2026 restyling ultra komplektatsiyasida общий 12 ta kamerasi bor. Orqasini o'zida mana ko'rishingiz mumkin. Tepa tomonda bitta, bu yoq orqa tomonda mana bu 360 kamerasi, mana ikkinchisi, mana bu yoqda 3-kamerasi bor. Общий hisobda 12 ta kamera, oldida 6 ta, orqa tomonda 6 ta xavfsizlik sezuvchi parktronik datchiklar bor. Endi eski komplektatsiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu qoraga oranjeviy salon qilib ishlangan. Bunda orqa tomonda
Mana bu yoqda bitta 360 ga, bu yoqda mana Broadwayga ko'rsatadigan yana bitta kamerasi bor. Bunda orqasida ikkita kamera bo'ladi. Xo'p, buni salon ichki interyerlari qoraga oranjeviy salon. Shu 2024-2025-yilda juda ham hit bo'lgan salonlardan, ya'ni o'sha Lisangdan keyin hit bo'lgan salon. Buni ham o'sha monitorlari 15.6 dyuymda bo'ladi, ya'ni razmerlari o'zgarmagan, kattalashmagan bo'ladi. Faqat o'sha chipi bunda o'sha sal oddiyroq bo'ladi, ya'ni yangi komplektatsiyasiga qaraganda bunda ekrani solishtirib ko'rganda sal sekinroq ishlaydi, ekran sal qalinroq qilib ishlangan. Bunda ingichkaroq bo'ladi ekranlari. Selektorlar o'sha o'zini eski joyida, ya'ni shu rulni orqasida bo'ladi. Ikkala komplektatsiyada ham bu tomonda Face ID'lari o'sha bor, ya'ni mashinada siz uxlab qoladigan bo'lsangiz yoki ko'z ketib qoladigan bo'lsa, mashinani ruli sizga vibratsiya beradi. Beprovodnoy zaryadkalari bor. Ikkala komplektatsiyamizda ham pultlarimizda o'zgarish yo'q. O'sha eski o'shini birinchi chiqqan pultlari ikkala komplektatsiyada ham bo'ladi. Bu yerda o'sha o'zini barlari narsalar solib qo'yish uchun. Buni ko'pchilikga yoqadigan tomoni eski komplektatsiyasida o'sha ikkinchi qatorida o'sha xolodilnigi yurishi bo'ladi. Ya'ni ikkinchi qator bo'ylab mana bu xolodilnigi yurishi bo'ladi. Mana shu knopkani bosadigan bo'lsak, ikkinchi qator bo'ylab xolodilnigi harakatlanadi. Buni ham xolodilnik qilib ishlatsa bo'ladi. Bundan tashqari bu tomonni bosadigan bo'lsa, ham mikrovalnovka qilib ham ishlatsa bo'ladi. Ya'ni bir vaqtda o'zida ham isitadi, ham sovutadi. Bunda ham 4 tala o'rindig'ida abduf abagrev, ya'ni isitish va sovutish tizimlari bor. Bu tomonda atamankalar saqlanib qolgan. Xo'p, bu o'sha o'zini monitorlari. Bunda ham salon ichki qismida, ya'ni ikkinchi qatorda kameralar mavjud. Mana o'sha eski komplektatsiya bilan yangi komplektatsiyadagi farqi, bunda o'zida zavodskoy shtorkalari bor. Yangi 2026 restyling komplektatsiyasida bo'lsa, zavodskoy shtorkalari bo'lmaydi. Ikkala avtomobilimiz ham gibrid hisoblanadi, ya'ni aralash siklda 1300 masofa berilgan. CLC bo'yicha, WSD bo'yicha, ya'ni O'zbekiston sharoitida yurishi, bu tokda 210 bergan bo'lsa, CLC bo'yicha, WSD bo'yicha O'zbekiston sharoitida 150-160 km yuradi. Ikkalasining yurish kilometrlari, masofalari bir xil hisoblanadi. Ikkala avtomobilda yoqilg'i sarfi 4.7-4.8 atrofida bo'ladi hamda ikkala avtomobilda benzin baki 51 litr tashkil qiladi. Ikkala avtomobilimiz ham nalichida tayyor, xohlagan, ya'ni rangilarni olsangiz bo'ladi. Oq, qora yoki mana shunaqa neobishli ranglari ham bor. Xohlasangiz bunisi, xohlasangiz bunisi. Buni narxi 396.800.000. Mana bu yangi 2026 restylingi narxi bo'lsa 417.880.000. Bizning manzil Sergeli 2 mavzesi metro Chinor hamda Qipchoq bekatining yonida joylashgan Avto Center avtosaloni. Kimda-kim birinchilardan bo'lib 2026 restyling ultrasini xarid qilish xohlasa, shu lokatsiya bo'yicha kelib bemalol mashinani ko'rib, test drive qilib xarid qilishsa bo'ladi. To'lov uslublari naqd hamda avtokredit. Pastda nomerni qoldiramiz. Oliy to'lovlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin.